Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3 nol tahriri Press korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi ustav fondini shakllantirish. Ustav fondini shakllantirish uchun operatsiya menyusidagi formirovание уставный kapital bo'limiga kiriladi. So'ngra yuqoridagi sazda tugmasi bosiladi va quyidagi oyna ochiladi va ochilgan oynada bo'sh maydonlarni birin-ketin to'ldirib chiqamiz. Data qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra shot chota qismida 8330, ya'ni pay выплаты shoti o'zi avtomatik ravishda ko'rinadi. Agar xohlasak, shotni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. So'ngra valyuta qismiga o'tamiz. Valyuta qismida ustavni qaysi chet el valyutasi yoki o'zimizning milliy valyutada shakllantirayotgan bo'lsak, o'sha valyuta tanlab qo'yiladi. So'ngra pastki qismga o'tamiz va добавить tugmasini bosamiz. Va показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan pastchini tanlab qo'yamiz. So'ngra vznос qismida qancha miqdorda ustav shakllantirayotgan bo'lsak, o'sha summa yozib qo'yiladi. Agar boshqa valyutada bo'ladigan bo'lsa, kurs valyuta qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi. Shot расчет qismida 4610 shoti o'zi avtomatik ravishda chiqadi. Agar xohlasak, ushbu shotni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni ustav bo'yicha majburiyatlar. So'ngra yuqoridagi записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. Agar bizga ushbu hujjatning bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi список учредителей tugmasini bossak, quyidagi shaklda maydon shakllanadi. Agar xohlasak, yuqoridagi pechat tugmasini bosish orqali qog'ozga chop etib olishimiz mumkin yoki uch nuqtani bosib, saqlanib tugmasini bosganimizdan so'ng o'zimizga kerakli shaklda kompyuterga saqlab qo'ysak ham bo'ladi. So'ngra Провести закрыть tugmasini bossak, hujjat quyidagi formirovание уставный kapital hujjatlar qatorida ko'rinadi.